Men shirinlik yemayman, faqat sog'lom ovqatlar yeyman. Lekin amaliyotda quyidagicha bo'ladi. Insuliningiz baland, doim och yurasiz, vazn joyida qotib qoladi. Demak, muammo kaloriyada emas, muammo tananing signalida. Bugun biz aynan shu signal haqida gaplashamiz. Insulin faqat shakar bilan ko'tarilmaydi. Insulin faqat shirin ta'mga javob bermaydi. Insulin kontekstga javob beradi. Ya'ni ovqat turiga, so'rilish tezligiga, qayta ishlanganlik darajasiga. Bu joyda ovqatlardagi sog'lom yorliqlar insonlarni chalg'itadi. Sizning organizmingiz ovqatning yorlig'ini o'qimaydi. Organizm tezlikni baholaydi. Bu yerda bitta muhim tushuncha bor. Bu insulinni haddan tashqari tez ko'tarilishi. Ba'zi ovqatlar shirin emas, lekin tez so'riladi. Natijada insulin keskin ko'tariladi. Agar bu jarayon tez-tez takrorlansa, yog' yoqilishi sekinlashadi. Ichki yog'lar to'planishi kuchayadi va shaxsiy yog' chegarasi tezroq buziladi. Nazarda tuting, bu yerda ta'm muhim emas, bu yerda tezlik muhim. Masalan, ko'p uchraydigan sog'lom mahsulotlarni misol qilamiz. Mevali yogurtlar, granola, fitness batonchalari, tabiiy meva sharbatlari, smuzilar, yog'siz, lekin kraxmalli mahsulotlar. Nazarda tuting, bular to'g'ridan-to'g'ri yomon mahsulotlar emas, lekin ular tez so'riladi, tolasi kam bo'ladi. Va aynan shu tezlik insulinni keskin ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Agar insulin inson tanasida tez-tez ko'tarilib turadigan bo'lsa, insonda ochlik tez qaytadi, energiya darajasi pasayadi, ichki yog'lar to'planishi kuchayadi va inson quyidagilarni his qiladi. Men kamayapman, lekin qorin ketmayapti. Bu nazarda tuting, siz qilayotgan dietadan yoki irodasizlikdan emas. Bu sizni tanangizni siz yeyotgan ovqatlarga biologik javob. Ya'ni sizni tanangizda signal noto'g'ri boshqarilmoqda. Bitta bemor misol qilamiz. U kuniga odatda 3 mahal granola yeydi. Kaloriyasi kam, lekin vazni o'zgarmaydi. Lekin och qoringa insulin 18 chiqdi. Glyukoza esa normada. Biz granolani oddiy yorma, tovlali ovqatlar, oqsil qo'shilgan nonushta bilan almashtirishimiz mumkin. Natijada insulin pasayadi, ochlik kamayadi. Qorin hajmi esa sekinlik bilan pasayadi. Bu bemorda granola sog'lom bo'lishi mumkin, lekin u tanaga noto'g'ri signal berayotgan. Muhim farqni tushunib olish kerak. Shakar bu modda, insulin esa u moddaga beriladigan tananing javobi. Siz shakarni kamaytirib, baribir insulinni ko'tarishingiz mumkin. Shu sababli shakarsiz degan yozuv metabolik xavfsizlik kafolati emas. Nazarda tuting, bu videoda ma'lum mahsulotlarni yomonlash emas. Bu hammasi zararli deyish uchun emas. Bu sizga tanani har bir mahsulotga berilgan signalni tushuntirish uchun. Agar siz insulinni keskin ko'tarilishini oldini olsangiz, ochlik barqarorlashadi. Yog' yoqilishi yana qayta tiklanadi. Shaxsiy yog' chegarangiz sekinroq buziladi. Nazorat faqat kaloriyalarni hisoblashda emas. Nazorat inson tanasining metabolik signallarini tushunishi va boshqarishida. Buni boshqarish qiyin emas. Agar siz bu mexanizmni tushunsangiz, uni boshqarish oson bo'ladi. O'tgan videoda biz insonning shaxsiy sig'imi haqida gaplashgandik. Bugungi videoda biz inson tanasining har bir ovqatga beradigan signal haqida gaplashdik. Keyingi videoda esa ovqatni qanday qilib qayta tuzib chiqish kerak, buni o'rganamiz. Siz shunda insulin sakrashini oldini olishga erishasiz. Chunki signalni boshqarmasak, chegarani boshqara olmaymiz. Kommentariyada yozib qoldiring. Qaysi sog'lom mahsulotdan keyin tez och qolganingizni sezasiz? Keyingi videoda ko'rishguncha.